Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugungi kun men sizlarni tanishtirmoqchiman. Yaxshi bir malayziyskiy kompaniya bilan Yes Global. O'zimning atim Rustam Kurahmedov. Men Turkiston viloyat Kentosh shahridanman. E, Bu kompaniya ochilganiga, ofitsialniy kirganiga bizning Qozog'iston, O'zbekiston, O'rtoq Osiyo, e, Rossiya, Yevropa bir 21 mamlakatga ofitsialniy уже ochilib qo'yishdi. 23-yili 23-iyul oyida ofitsialniy Malayziyada mamlakatda Kuala-Lumpur shahrida ofitsialniy registratsiyasini o'tgan. Sizlarga endi men tushuntirib beray, o'zimning tilim yetgancha. Ne deganda men ham o'rs maktabda chala-chulpa o'qiganmiz. Bu yoqda o'zbekcha toza gapirmasam, endi sizlar to'g'ri tushunasizlar. Endi bu kompaniya Malayziya kompaniyasidan Yes Global kelganim 1 yil bo'ldi. O'zim juda xursandman. Bu kompaniya bilan tanishtirgan meni bir yaxshi tanishim Muzaffar Mirza. U sababdan sabab o'shanday kompaniyaga keldim. Bu kompaniyani tanishtirgani menga bir yoqqani, bu kompaniyada bukul sertifikatsiya ofitsialniy barnarsa kirgan. Men sizlarga ko'rsatib yotibman. Sertifikatsiyalar bor. Endi qisqacha gapiraman, ne deganda menda ham vaqt o'zi ограниченный. Mana yerda kompaniya o'zining o'ziga maqsad qo'ygani o'shanday olamga muhabbat bilan kirish. Ne deganda o'sha odam yuragining ichida, bu yurakning ichida muhabbat bilan avlash. Ne deganda kompaniyaning missiyasi odamlarga tan sog'lik yetkazish, topish. Bu yerda MLM kompaniya bo'lgan uchun sitio marketing, odamlarga yetkazish qanday yo'llari bor, topish yo'llari juda mumkinchiliklar ko'p. Kim bilатын bo'lsa, sitio market bu juda qarapay ancha odamlarga yaxshi mumkinchilik beriladi. Mana bugungi kunda kompaniya o'zi Malayziyada, Kuala-Lumpurda shaharda, stolitsasida 2 zavod ochib qo'yishdi. U zavodni boshqarib yotgan bizim Leo prezident mirzamizning ota-onasi ham shu yerda kontrolda. Качество kontrol juda yaxshi o'ylashtirilgan. Bu yerda o'zining zavodlari bo'lsin. Men o'zim boshqa kompaniyalarda ham ishlaganman. U kompaniyalarda o'zining zavodi bo'lmasa, produksiyasi o'zgarib ketar ekanda. Kачествоsi точно уже bo'lmay qoladi. Shuning uchun kачество bo'lish uchun o'zining odamlari bo'lib, o'z kontrolda qarab tursa, juda kачествоsi ham buzilmaydi, производительности yaxshi bo'ladi. Endi sertifikatsiyalarga keladigan bo'lsam, bu yerda bukul международный sertifikatlari bor tukal. GMP, PAS, ICO degan, misoli amerikanskiy, britanskiy sertifikatlari bor. Halal sertifikati bor. O'shanday bari anchagina emas, bu kompaniya juda серьезный kirib turibdi rынокlarga. Наличие sertifikati degan, mana Taможенный союз 5 mamlakatniki ham kirib turibdi. Sizlarga mana ko'rsatmoqchiman endi. Bu eng bir yaxshisi o'zimga yoqqan, bu
Dubayda 23-yili 10 dekabrda o'shanday premiya olib turibdi za kачество. Shunday daromadlari juda buyuk premium klassda ata qoldi. Produksiya bu juda kачествоsi yaxshi ekan. O'shanday bizning prezident Leo, hozir men ko'rsataman. Bizning boshqaruvchi mana mister Leo o'zi yoshi 34 35. Buning bilimi juda buyuk. Mister Jonathan Abi bu yerda doktor Chan. Hozir bo'lak orqasini tushuntirib beray. Mister Leo bu ham aytishnik, ekonomist, sетевой marketingda millionni topishga chiqib o'tiribdi. Bu topishi endi o'sha topishi yaxshi bo'lgan so'ng o'zining kompaniyasini, o'zining zavodini ochib turibdi. Endi sizlar ham tushunishingiz kerak, mana bir kichkintoy magazinni ochishning o'zi juda o'ng'ay emas. O'zim ham ishlab yuribman va bir do'konim bor. Bir do'konning o'zi necha problemalar keladida. Bu yosh juda, endi men o'sha shogirdlarimga ham aytaman vaqtda. Mister Leo juda talantli-da, endi juda Mark Zuckerbergni deymiz, Facebook shunday juda ko'tarilganda ati milliarder. Bu yigit ham mister Leo bizning prezidentimiz ham shunday bilimi kuchlik, kelajakni ko'rib turibdi. Kelajagimizda xudo xolasa mana yaxshi globalniy biznes deb turibdi. Juda butkul olamga o'sha kompaniyaning darajasini ko'tarma mumkinchiligi shunday katta ishonim bilan boshlab turibdi. Mister Leoda fitness klublari ham bor, o'z sportga ham shug'ullanadi. Juda o'zimga yoqqani, juda qarapayim, yaxshi ko'ngil ochiq, yaxshi odam ekan. Bizlar aprel oyida o'sha o'tgan yili bir gruppamiz bilan, Qozog'iston gruppasida o'zimizning rukovodителlar bilan borib kelishdik. Kuala-Lumpurga, Malayziyaga zavodlarni ko'rdik, ofislarni ko'rsatishdi, tomosha qildik, ko'p joylarni ko'rsatdi. Endi o'zimga juda yoqdi. Shunday prezident o'zi yonimizda yurib, restoranlarga olib borib, juda yaxshi mehrligini ko'rsatdi. Rahmat, juda irzoman. Endi ikkinchi bizning boshchimiz o'sha kompaniyada boshqarib kelayotgan afrikanskiy rynokka qaraydi. Bu Jonathan Abi. Bu biznes trener, motivator, juda o'zi ham sетевой marketingda katta buyuk darajaga chiqqan, topishlar yaxshi bo'lgan o'sha sетевой marketing orqali ko'tarilgan. Bo'lmasa o'zi qarapayim ancha yigit bo'lgan. Keyin uchinchi mana bizning doktor Chan deymiz. Doktor Chan bu juda klinikalari bor, juda bilimi buyuk. Men barini o'qib chiqib o'tirmay, ne deganda vaqt ko'p olib qo'yadi. Bu doktor Channing klinikalarini ko'rdik. O'zi ne deydi, yashartатын klinikalarida juda estetik ne dedi. В общем, juda o'sha produksiyalarni, klinik испытанияларni o'tkazib, bizlarga yetkazib turibdi. Shunday bilimi kuchli o'zining komandasi bor. Malayziyada butkul o'sha produksiya tekshirilishni o'tib yotibdi. Endi biz o'taylik bu kompaniyaning дорожный karta deydi, o'ziga qo'yilgan maqsadlari. Men 23-yil ochilgan bo'lsa, 24-yil
sertifikatsiyalarni o'tishdi. Shundan keyin o'zga zavodlar qurishdi. Mana 25-yil уже 2 zavod Malayziya Kuala-Lumpurni ochgan bo'lsa, endi Xitoyda ham bir zavod ochilib yotibdi. Xudo xohlasa, o'sha bir yil ochiladi. U zavodda ham qo'shimcha yaxshi качественный, элитный, премиум класса produksiyalari bugun sertifitsirованный. Xitoy deganda odamlar tushunadi, Xitoymi bizga kelayotgan o'zi daromadlar u juda past kачествоsi bilan olib kelishadi o'zimizning o'shanday kasbkorlarimiz. Bu kompaniya bizlarga elitniy produksiyasini tayyorlayapti. Xudo xohlasa Xitoydan shampun, sabun, turli shunday narsalar keladi, kimyo. Endi 26-yil xudo xohlasa mana kompaniya o'ziga qo'yib qo'ygan seli bor. NASDAQ международный birjaga o'zining aksiyalarini chiqarishga. Xudo xohlasa o'sha hozir tushuntiramiz. Bu aksiyaga biz ham ega bo'lishimizga mumkinchilik bor. Lineyный bu produksiyalarni xudo xohlasa mana гигиенический баягы женский прокладкалар, sapınlar, aromaterapiya bizga endi qo'shiladigan produksiyalarimiz. Endi bugungi kunda mana bizning eng asosiy odamga kerakli u tan sog'lig'iga foydali narsalar bor. Ayollarga, erkaklarga bo'lak bug'unlar sustavnoy deymiz, bug'unlarimizga foydali. Shunday produksiyalar lineykasi kengayyapti. Mana yerda треугольник здоровья deymiz. Bu 3 produksiyamiz bukul 12 sistemamizga yumshaydigan produksiya. Очистка endi ichki a'zolarimizni tozalaydigan очистка u kalangar, yashili. İkincisi омоложение. O yeşil kalangar produksiya bu qalay tozalaydi? Bukul yumshoq. O'zim ichib ko'rganda endi men bunday produksiyalar turisini ichganman-da. Biroq bu kalangarning bir qizig'i dami shirin. Til ostingizga solib qo'yasiz parashokni. Solib qo'ygandan keyin 5-10 keyin issiq suv ichar ekansiz. Bu yatarga ishlanadigan narsa. Azoniga turganingizda ichingiz shunday bo'shab, lazzada ichni bo'shatadi, tozalaydi. Uning foydasi yana ham qonni suyultiradi. Keyin ne demoqchiman, parazit mana qurtlarni tushiradi, tiriklar uchirar ekan. Bu hozir men sizlarga mana bo'lak ko'rsatib chiqay. Kalangar deganimiz o'sha premium klassa produksiyamiz. Foydasi juda ko'p. Ikkinchi produksiyamiz Sunrise. Sunrise bu bukul bizga kerakli vitaminlar, mikroelementlar, mikro aminokislotlar bukul keragi o'sha produksiyada bor. Bu ishlangan стволовой kletkalarning men endi sal o'zcha qo'shib turibman. Shuni tushunasizlar-ya. Bu produksiyamiz yashartadi yani. Bu produksiyamizni kuniga azonda ichiladi. Azonda bir paket o'zi korobkasida 15 paketi var. 15 paketini bir paket azonda ichiladi. Til ostiga solib beramiz. 5-10 keyin issiq suv ichamiz. Shundan organizmimizga bukul sutachniy kerakli dozasi tushadi. Uchinchi bu Sunrise, Sunset deganim. Sunset anti-stress. Bu
Bizning nervniy sistemamiz endi butkul barimizda bor u stress. Shu stressni to'xtatish uchun bizlarda yatar vaqtda bir bu tabletka og'zimiz qalib so'ramiz. Bu ham shirin, achchiq produksiya yo'q bu yerda. Bari shirin. Shunday so'rilib erib ketadi og'zimizda. Bir 5-10 keyin suv ichib beramiz issiqlov. Shu bilan yatib uxlaymiz. Uxlaganda bu bizning sentralniy nervniy sistemamizni to'g'rilaydi. Keyin uyqumizni tinchlantiradi. Charchab yurgan bo'lsak, qadimgiday dam olamiz. Bu produksiya o'sha uchovi треугольник здоровья deganmiz, zolotoy треугольник deymiz. Bu juda endi menga yoqqani niye bir diagnozlar bilan odamlar chiqib yotibdi-da, o'zimda ko'p rezultatlar bor. Sirroz pecheni, ekzema, shundan keyin острый pankreatit, sustavnoy. Bizda bu треугольник здоровья deganimiz, ular hech qanday tanlamaydi. Diagnoz tanlamaydi. Qanday bo'lsa immunitetni kuchaytirib, bizning ichki immunitetimiz ko'tarilgan keyin organizmimiz o'zi to'g'rilanadi. Endi to'rtinchi produksiya bu alfa max V. V degani ayollar uchun, ayollarga juda foydali narsa bu. Endi ichib ko'rgan bizda o'zim ayolim ichib ko'rdi. Boshqalar tushgan qarindoshlar ichib yotibdi. Bu produksiyaga juda 5 baho. Ne deganda butkul женский problema, klimatические vaqtlari, keyin mioma, kista ketib yotibdi, eroziya matki deydi, shunday narsalar juda yaxshi organizmga ta'sirli, yaxshi shifo bo'lib yotibdi. Birinchi Allohning shifo, keyin endi bu ham Allohning yaratgan o'simlikdan ishlangan daromadlar. Durustmi? Keyingi produksiyamiz bu erkaklarga. Alfa Max M degani bu mужской produkt. Bu erkaklarning testosteronini ko'taradi. Mochpolovoy sistemasiga juda foydali. Buni tabletkasi bor, kofe turi bor. Tabletkasini yarimdan bo'lib ichiladi. 2-3 kunda bir marta ichiladi. Bir tabletkasi 2-3 kun uchun. Shunda potensiyani ko'taradi, spermani kuchaytiradi. Misoli eshitib yuribsizlar, eko degan narsa bor, искусственное оплодотворение. Shunga borib yurgan odamlar ham erdan bir foyda ko'rolmasdan, hech rezultat ko'rolmasdan o'sha bizning produksiyani ichgan bir kishi, bir semya bor. Shularda rezultat yaxshi bo'ldi, farzandlik bo'ldi. Alloh taolo o'shanday, bu ham bir sabab orqali yaxshi bo'ldi. Mana kofe turida qadimgi kofe ichganday bo'lasiz, biroq quvvatni qadimgiday yaxshi ko'taradi. Men qisqa gapirib yotmay, endi tushuningizlar. Chunqur barini tushunuv uchun endi bo'lak bir narsa informatsiyalar bor. Mana probiotik S degan, bu probiotik S juda foydali immunitetimizga. O'zimda bir temperatura ko'tarilgan paytda men o'shani ichdim. 3 mahal menda hech antibiotik bilan chiqmagan makrotalar o'sha produksiyani ichganimda yaxshi bronxim tozalandi. Tozalangan, endi bir 10 kun tozalandi chiqar deyman. Juda zo'r bo'ldi. Effekt endi yosh bolalarga berishga bo'ladi. 2-3 yoshlardan boshlab bemalol beraverasizlar. Ichida 30 paketigi bor. Og'ziga, til ostiga xohlasangsizlar shunday ozgina bir paketikni yosh bolalarga 4 martaga bo'lуga bo'ladi. Endi ya bo'lmasa bir paketikni
yarim litr baklashkaga yilqi suvga aralashtirib yuborasiz, kuni bilan azozlab ichaveradi. Endi bu naturalniy aniq yosh bolalarga ruxsat berilgan o'sha eng zo'r bir produkt probiotik S. Tumov, virus, o'shanday mana Covid vaqtida juda yaxshi yordam beradigan narsa ekan. Bu как скорый помощь deymiz, uyimizda turgani juda yaxshi. Uyda turmasa baribir antibiotik bir narsa ishlata boshlaysizlar. Antibiotiksiz ham men kasal bo'lganimda antibiotiksiz ham ishlatdik. Juda yaxshi yordam bo'ldi. Hech qanday antibiotiksiz ishlatuvga bo'lar ekanda. Shunday. Keyingisi bu Ali Prime, bu erkaklarga bo'ladi ayollarga ham bo'lar ekan. Bu energetik produkt, kuch-quvvat ko'taradi. Juda foydali. Keyingi produktimiz, endi bu yerda sostav Gflex degan produksiya. Gfleximiz bizda bunlarga sustavlarimizga juda foydali. Eng kerakli organizmimizga, suyaklarimizga kerakli vitaminlari bari bor o'shaning ichida. MSM, KAPS, в общем, Basveliya, glukozamин, eng dunyo yuzida qanday yaxshi kerakli ingredient bo'lsa, shuning barini o'shaning ichida topasizlar. O'zimiz ichdik, o'zimda ham men o'zim oldin shaxtada ham ishlaganman. Sustav, belga, nagruzka tushgan, oyoqlarim qaqshab og'riydi. Keyin tizam namoz o'qiymiz, alhamdulillah shukur. Tizam tirlay boshladi. Shu paytda mana o'sha produksiyani birinchi треугольникni ichdik, keyin mana o'sha Gflexni ichdik. Juda rezultat yaxshi bo'ldi. Xudoga shukur. Ko'pchilikka bir-ikki sekirib ko'rsataman, aytaman, menda rezultat o'sha bilsanglar deb. Shukur, alhamdulillah. Endi o'tamiz biznesga. Biznes masalasida kompensatsion plan bu yerda bizlarga yolg'iz bir produksiya emas, bu yerda topish yo'llari 8 topish yo'li bor. 8 bonusi bor bu yerda. 8 bonusi endi bu sityovoy marketingda eng qarapayim odamga mumkinchilik berib turibdi kompaniya. Bu sityovoy marketingda ko'p odam yaxshi to'g'ri tushunsa, referalniy bonus deymiz. Bu birdan odamlarni chaqirsangiz, shu referalniy bonus beriladi. Registratsionniy bonus. U telefon bilan bizlar tirkaymiz-ku odamni. Shuning uchun ham birinchi hech bir kompaniyada bunday to'lov yo'q, bonuslar. O'sha kompaniyada men birinchi marta ko'rganim. Registratsiya yozib shuncha vaqtlarimiz ketadi. Buni ham baholab turganiga o'sha kompaniyamizning boshchilariga rahmat. Uchinchi bonus upgrade bonus, binarniy bonus, matching bonus, lineyniy bonus za liderство, aksiya har qaysini hozir bo'lak aytib tushuntirib berishga harakat qilaman. Bizlarga kompaniyaga qo'shilish uchun sizlarga 4 paketlari bor. Startoviy paket deymizda. 4'ning birinchisi u konsultant bo'lib kirasizlar. Bir produksiyani yaqalasizlar. Bir produksiya 30 PV. 30 bugungi kunga $2 qo'shildi. Ne deganda tamojiy rasxodlar ko'payib yotibdi. Bilasizlar, rinakda bir narsa qimmatlab yotibdi. Shuning uchun mana bu oldinga yozilgan 34 bo'lsa, hozir 36. 36 bilan kiramiz o'shanday. Bir paket olib, уже международный biznes, xalqaro biznesni boshlayolishga mumkinchiligimiz bor. 21 mamlakat ofitsialni ochilib turibdi. 21 mamlakatda ishlashga mumkinchiligimiz bor. O'shanday kompaniya o'shanday chiroyli yaxshi biznesni ochib turibdi. Odamlarga yordam berib turib, biz o'zimizni, sog'lig'imizni to'g'rilab turib, biz odamlarga ham yordam beramiz, ham topish ko'ramiz. Ikkinchi paketimiz lider paket. Lider paketimizda
Üç danasini alamiz produksiyaning. Mana треугольникni ko'pchilik oladi. 90 PV bo'ladi. Kiruvi 208 dollar, 108 dollarga kiramiz. Endi so'mda bo'lsa, so'mga ko'paytirib o'zlaringiz aniqlay berasizlar. Uchinchi paketimiz Builder paket. Bu yerda misali qo'shiladi 2 dollardan 12 paketiga 360 PV bo'ladi. PV deganimiz nima bu? PV внутренний valyutaga avdariladigan narsa. Bir PV'miz 0,88 sent turadi. To'rtinchi paketimiz eng o'zim kirgan o'sha tanishganimda menga yoqqansin, produksiya ham yoqqan, marketingi ham juda topishi ko'p marketingda ko'rgan keyin men o'shuna qo'shildim. Bu yerda 884 deyilgan, hozir $1000 boradi, 26 produksiyasini oladi. Olgan paketni olgan odam 780 PV yoziladi. 780 PV'nin keyin ana protsentlar bilan yana bonus to'lanadi. Endi men sizlarga bir qiziq narsani aytay. O'zimga bir qiziqarli narsa, endi bu kompaniya yalg'iz 21 mamlakatning ichida yalg'iz O'zbekistonga yana ham bir aksiyasini cho'zdirib turibdi. U aksiya 1+1 birga bir qo'shib turibdi produksiyani. Endi siz o'sha yerda bir beradi. Bu yalg'iz o'sha yanvar oyiga berilgan aksiya. Oldindan bo'lgan, endi tag'i cho'zdirib mana yanvarda berib turibdi. Mumkinchilik bilan foydalanib qolishingizni tilayman. Ne deganda, mana uchovini oladigan bo'lsangiz 6 beradi, 12sini olsangiz 24ni beradi, 26sini olsangiz 52sini olasiz. Ne degan zo'r. Bizda endi O'zbekiston uchun katta mumkinchilik berib turibdi. 21 mamlakatning ichida men hayron qolaman. Shu O'zbekistonga kompaniya yaxshi yordam berib turibdi. Foydalanib qolsanglar, kim eshitib tursa ham, men bilmadim, men qancha odam bu men aytgan so'zimni eshitadi. Biroq baringizga tilaydiganim birinchi sog'liq, keyin boylik. Birinchi aytganimday, referalniy bonus 20% 30%gacha o'shanday bonuslar bor. Referalniy bonus deganimizda siz o'zingiz kirdingiz, konsultant bo'lasizmi, pioner bo'lasizmi? Endi pionerni tushundingiz, 26 paket olsa 52 bo'ladi paketi aksiya bo'yicha. Ham produksiyada yutib turibsiz, endi chaqirsangiz ham konsultant, misoli pionerni chaqirsa $73 oladi, $78 oladi. Pioner paket bilan chaqiradigan bo'lsangiz, siz 30% $234 sizning kошелегingizga ochiladi. Endi kошелек masalasida men sizlarga aytib beray. Kompaniyaga tirkalganimizda paket oldik. Bizga biz registratsiya o'tkazganimizdan keyin sizga tekin back office ochiladi kompyuteringizda, telefoningizda. U back office'da sizga bukul bu sistemani tushungan odam uchun juda zo'r narsada. Bukul buxgalteriyangizni o'z kompaniya yurgizadi. Bukul logistikasini o'zi bajaradi. Yetkazib beradi uyingizgacha xohlasangiz. Endi shaharlarda, bir shaharda hozir bor, skladlar bor, ofislar bor. O'zbekistonda Toshkentda mana ofis ochilib yotibdi. Shuning uchun harakat qilsangizlar, mana o'shanday zo'r bonuslarga, oyliklarga chiqishga mumkinchilik bor. O'sha $234 bir oy yugurib yurgan, ishlab topish ko'ray deb yugurib yurgan juda og'aynilar ko'p. Bu yerda ham buni bir sistemani yaxshilab tushunib olgan odamga bu topish endi men aytmayman, biram yengil bir narsa bo'ladi deb, biroq bu yerda komanda bilan yumshanadigan narsa. Bilmagan narsangizni
komanda tushuntirib yetkazib beradi, o'rgatadi. Sizni ana kichkina birinchi klassni olib yurganda 10 klassgacha o'qitganda undaqday maktablaringizda hozir bu yerda ham o'shunday o'qitib o'rgatadi. Endi bu biznes ikkilanib o'tirgan odamlarga bir qizig'ini aytayin. Bir katta guru o'sha sityoy marketingda ko'tarilgan odam aytishadida, bu biznes yengil deydida. Nima qilish kerak desa, buni yeyish kerak, aytish kerak, topish kerak deydi. Topish degani shu oylik chiqarib topish kerak. Birinchi siz shunday produksiyalarni iching, yeng, rezultatini ko'rgan keyin odamlarga yetkazib ayting, shunda sizga yaxshi topishlar kiradi. O'ng'ay, hech qiynalmangiz, boshingizni og'ritmangiz. Ne deganda o'ng'ay qarasangiz o'ng'ay yuradi. Qiyin, voy mana chiqsam qor yog'ib ketadimi, yomg'ir yog'ib ketadimi degan bo'lsangiz, albatta uydan hech qachon chiqmaysiz. Shuning uchun harakat qilishimiz kerak. Bonus registratsiya. Endi bu bonusni boya aytdim. Bonus telefonimizni registratsiya o'tkazib beramiz kelgan odamimizni. Buni ham o'rgatamiz. O'rgatadigan videolar ham bor. O'sha telefonni teramizda yig'ib registratsiya o'tkazib beramiz. Shunga ham bonus olib turibmiz. Bu bonusi misol konsultantda pionerni yozsa 1%, pionerni yozadigan bo'lsa 2'da 5%, bu 19'da 50 sent. 19 dollar, почти 20 dollar. Yaxshi topishlar. O'sha registratsiyaning o'zida ham yaxshi topuga bo'ladi. Bonus upgrade. Endi bu upgrade deganimiz bu yerda siz konsultant bo'lib kirdingiz, misolan, bir paketni yoqaldingizda 36 dollarga. Endi siz pionerni chaqirganingizda sizga to'laydigan kompaniya ozgina to'laydi-da. 6 dollar, mana yerda 78. Upgrade kошелек qolgani qolib ketadi. 10% to'lasa 20% qolib ketadi. Shunda siz pioner bo'lganingizda, mana upgrade degan so'z, paketni ochtirganingizda, konsultantning pionerga o'tganingizda, ya builderga o'tganingizda sizga qolgan hech bir pulni o'zida olib qolmaydi. Bukul bari topishingizni qaytarib beradi. U просто sizning back ofisingizda upgrade kошелек degan bo'ladi. Shu upgrade kошелегingizda saqlanib turadi. Siz konsultantning pionerga ya liderga o'tganingizda shuning razницасini sizga o'sha kompaniya qaytib to'laydi. Upgrade degan shunday narsa. Binarniy bonus deganimiz bu ikki tomoningizda, mana suratini ko'rsatay sizlarga. Siz misol pioner bo'ldingizda, siz bir tomoningizda konsultant, bir tomoningizda lider, pioner degan. Shunda mana az tomonidan 30 pivingizdan saqlab berib turibdi 12%, 3'da 6 sent, 60 sent. Shu sizning topishingiz. Almayli, bu tomonda endi pioner o'zingiz bo'ldingiz, pioner chaqirdingiz, bu tomonda 780, endi bu yerda topish уже ko'p bo'ladi. Bu yana plus pioner bu paketingizning foydasi, bu yerda ограничение yo'q. Mana 93'da 60 sent sizga har bir jupiga to'lab turadi kompaniya. Siz chaqirasizmi, boshqa sizning odamingiz chaqiradimi, sizni chaqirgan odamlaringiz sizning astingizga yozadimi? Bari o'sha o'ng so'ng degan narsa bor. Balans o'ynaydi, sizga kошелегingizga ertagisiga azonda soat 6larda уже kошелегingizga bonus tushib turadi o'shunday. Endi mana yerda misol keltiryapti. Har 7 kunda har odam 2 odamni chaqiradigan bo'lsa, o'shunday topishlar bor. 2 odam chaqirganda, misol 10 so'mga 93'da 6 dedikda. Endi u 2 odamni chaqirganda
Bu yerda уже topishimiz 187 bo'lar ekan. Endi bu to'rtovi yana ham 2 bo'lsa 8 odamni, bu 8dan 374. Har 7 kunda bu yerda endi matematik bunday tapday bari bo'lavermaydi albatta. Biroq sanaganda 105 kuningizda o'shanday mana yozib qo'ygandagiday 766 ming dollargacha topishga chiqib mumkinchilik bor ekan. Matching bonus deganimiz cheka. Cheka deganda misoli siz o'zingiz bir oy yumush ishladingiz. Sizning adamingiz ham ishlayapti. Shunda shu topishga chiqqanda buning oyligidan cheka deganimiz buning oyligidan sizga o'shanday protsentlar bor. 5, 4, 2 konsultant bo'lgan o'zida man 3 uровеньdan sizga bonus to'laydi. Keyin bu yerda rant degan narsalar bor. Накоплениyadan misol pulimiz oyliqlarimiz koshelogimizga tushib yotibdi, yig'iladi. Shunda gold degan mana zolota degan statusga chiqqaningizda rankka sizga 4-uровеньdan to'lay boshlaydi. Уже 2%. Keyingi 5, 6-uровень u Safir, platina, safir. Bu shunday rol o'ynaydi. Har bir ranklardan keyin glubinaga tushaverasiz. Oxirida brilliant, diamond deganda уже 10-uровеньgacha bukul bonuslarni kompaniya oyning ichida bir sanab oxirgi kuni уже to'lab chiqaradi. 6-bonus, lineyli bonus. Bu nima desangiz, bu bukul komandangizda bir oyning ichida har bir dop zakaz ishlaymizda, qo'shimcha misol bir oyda bir produksiya olganing o'zida misol sizga bir 16 PV yoziladida. Shu PV har kim 16dan misol olganing o'zida bir oyning ichida topishingizni hisoblab har uровеньdan sizga protsentlarni to'lab turadi. Bu yerda juda katta pullar bor. Bu setvoy marketing degandan bu set deganda bu bukul sizning потребительleriniz orqangizda chiqib yotgan har shaharda siz orqali kelgan odamlarimiz, sizning odamlaringizdan kelgan odamlarimiz bukul barining topishlarini sanaganda, zakupini sanaganda bu yerda katta pullar tushadi. Endi bu birdan kelmaydi albatta. Bu komandangiz tuzilganda bir kun shunday lop o'tib tushadi. Oyning oxirida shunda qizib ko'rasiz. Endi bu bonus za rank degani rank liderstva. Bu yerda ham bir qizig'i, siz mana gold dedikda, gold uровеньga chiqqaningizda statusga $2500 topishga chiqqaningizda nakopительный bu yerda status yopish uchun birovni o'stirishing kerak emas. O'zingiz nakopleniya yig'ilgan pullaringizni hisoblab 2,5 ga yetkazsangiz, shunda sizga kompaniya gold degan rank beradi, status. U paytda sizga $50 koshelogingizga tushadi bonus hisobida, $50 kompaniya aksiyangizga audarib qo'yadi. Mana bu yil endi Nasdaq birjaga xudo xolasa chiqay deb turibdi kompaniyamiz. Shu chiqqanda endi shu pullar yig'ila ertaga kun aksiyalar ham ko'tariladi. Ne deganda bu kompaniyada o'zining zavodi bor. Eng birinchi, ikkinchi produksiyasi juda, safasi juda biq. Rank liderstva degan shunday. Qancha o'ssangiz, barangam shuncha bonusingiz ham kattayaveradi. Aksiya koshelokka ham tushaveradi, aksiyaga ham tushaveradi. Dividendi po aksiyam mana. Dividendi po aksiyam 8-dohod. Endi u investitsiya bilan ishlagan odamlar juda yaxshi tushunadi.
Her yılda dividend to'lab turadi kompaniya. O'shunday. Rahmat tinglovchilarga, baringizga rahmat. O'shunday informatsiya sizlarga yoqqan bo'lsa, ya savollaringiz bor bo'lsa aytarsizlar. Өте жақсы өттіңіз, Рүстем мырза. Rahmat Xunoxonim, Алғашқы вебинарыңыз, қадамыңыз құтты болсын. rahmat. Деніңіз сау болсын. Бүкіл әлемдік деңгейде осылай өтіп, соңыңызда мықты команда ере берсін. Жақсы Rahmat. сабақтар бере беріңіз. Amin.